Assalomu alaykum. Bugun tarixiy va o'z nomiga o'z o'rniga ega bo'lgan DES shifrlash algoritmi haqida gaplashamiz. DES shifrlash algoritmi e, 1970-yillar atrofida NIST tomonidan tanlov e'lon qilingan va ushbu tanlovda IBM kompaniyasida kriptografik bo'lib ishlaydigan e, Horst Feistel tomonidan taklif qilingan hozirgi kunda Feistel tarmog'i deyiladi. Feistel tarmog'i sifatida ishlaydigan algoritm ishlab chiqilgan va 1976-yilda IBM va AQSh Milliy xavfsizlik agentligi NISA ikkalasi kelishgan holda birgalikda o'sha DES standartini, shifrlash standartini qabul qilgan. Va o'sha 76-yildan boshlab 90-yilgacha yaxshi ishlatilgan. Bu juda ko'p joylarda ishlatilgan ma'lumotlarni tezkorlikda shifrlash uchun va 90-yildan o'tgandan keyin kompyuterlarning hisoblash resurslari ko'paygani sari, ishlash tezligi oshgani sari bu DES shifrlash algoritmiga turli hujumlar uyushtirib ko'rilgan va kripto bardoshligi sinalganda bu standartlarga javob bermagan va 1998-yil atrofida o'sha yana NIST tomonidan tanlov e'lon qilinib, o'sha tanlovda Ridgedale hozirgi kunda AES shifrlash algoritmi standart sifatida qabul qilingan. Xo'p, demak, DES tarixi shunaqa ko'rinishda ekan. DESni takomillashtirish uchun triple DES, ya'ni DESni 3 marta qo'llash orqali ham xavfsizlikni kuchaytirilgan, lekin bu ham hozirgi kunda talablarga to'liq javob bermaydi deb o'sha NIST tomonidan eskirgan algoritm sifatida chiqarib tashlangan. Xo'p, endi DES shifrlash algoritmi bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda Xudoynazarov Umidjonning taqdimotidan slaydidan foydalanyapmiz. Rozi bo'ladi degan umiddamiz. Ya'ni o'quvchilarga mana shu algoritmni tushuntirish uchun. Xo'p, birinchi Feistel tarmog'i haqida, keyin esa DES standarti haqida tushuntirib o'tamiz. Xo'p, bu yerda tarixi bilan ko'p ham qarab o'tirmaymiz. Demak, bu yerda Feistel tarmog'i deganda ma'lumotlar ma'lum bir uzunlikdagi blok sifatida qabul qilinib, uni teng ikkiga bo'lib olinib, chap va o'ng qismi bilan alohida amallarni bajaradi va ushbu bajarilgan amallar keyinchalik yana birlashtirib, ustida qayta ishlanib, yana ketma-ket qadamlar bajariladi va bir xil ketma-ket bajarilgan amallar bir necha marta qayta takrorlanadi. DESda ham xuddi shunaqa kiruvchi ma'lumot 64 bitli ma'lumot left va right qismlarga bo'linadi 32 bitdan va right qismida ma'lum bir funksiya bajariladi. Bu yerda kalitlar ustida ham amallar bajarilib, funksiyaning ichida kalit ham ishlatiladi va left qismiga for amali bilan qo'shilib, keyingi bosqichga raundga o'tkazib yuboriladi va bu yerdagi R0 imiz keyingi raund uchun L1 bo'lib xizmat qilar ekan. Umuman o'sha Feistel tarmog'i shu ko'rinishda. Feistel tarmog'i bundan tashqari Blowfish yoki CAS kabi shifrlash algoritmlarida ham ishlatiladi. Hamma joyda demak o'zining maxsus algoritmlari bilan bir-biridan farq qilar ekan. Xo'p, endi biz DESni o'rganishda ikki bosqichda o'rganib chiqamiz. Ya'ni kalitlarni tayyorlab olish bosqichi va shifrlash jarayoni. Chunki kalitlarni tayyorlab olish bosqichi deganda mana bu yerda kalitlarimiz funksiyaning ichiga ishlatiladi. Har bir raundda alohida qism kalitlar kerak bo'ladi. O'sha uchun alohida kalitlar tayyorlab olinadi va shifrlash alohida bo'ladi. Xo'p, birinchi demak kalitlarni tayyorlab olish bosqichi bu 64 bitli kalit kerak bo'ladi. Bu yerda ikkita usul ishlatiladi, ya'ni permutation va substation deyiladi. PC jadvalimiz bu permutation, ya'ni o'sha kirayotgan ma'lumotlarning joylarini, o'rinlarini almashtirish uchun ishlatiladi. Substation esa o'sha ma'lumotlar boshqa ma'lumotlar bilan to'liq almashtiriladi yoki qisman almashtiriladi substationda. Xo'p, permutation ya'ni PC1 jadvalimiz kalit 64 bitli kalit kirib kelgandan so'ng, uni ikkilik ko'rinishga o'tkazib olganimizdan so'ng, o'sha har bir qismini mana
mana har bir ketma-ketligiga qarab mana bu yerdagi PC jadvali bilan almashtirib chiqish amalga oshirilar ekan. Almashtirib chiqish desak noto'g'ri bo'lib qolar. Aralashtirish deylik. Xo'p, nima qilamiz? Mana birinchi 57 degan raqam turibdi. Biz kalitimiz ikkilikda turgan kalitimizni sanab boramiz. Demak, ketma-ketlikda birdan boshlab sanab borganimizda 57 degan 57-o'rinda turgan kalitni biz birinchi o'ringa yozar ekanmiz. Ya'ni mana birinchisi demak 0 0 0 va hokazo. Demak, sanab borganimizda biza hozir ketma-ket 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya'ni 8 ta qismdan iborat. Xo'p, mana bu yerda 56, mana buni qismi 57. Ya'ni 57 da 1 turibdi. Birinchi 1 ni yozamiz. Ya'ni mana shu kalitimiz mana shu PC1 jadvali bilan yordamida aralashtirib tashlanar ekan. Keyingisida 49-o'rindagisini yozamiz. Mana 49 degan raqam turgani uchun bu yerda 49-o'rindagisini yozamiz. Ketma-ket sanab boramiz. Kalitni 49-o'rinda turgan kalit 0 yoki 1 bo'lsa, o'sha 0 yoki 1 ni olib kelib qo'yamiz. Keyingisida 41 ni, 33 ni, 25 ni va hokazo. Xuddi shu tartibda o'rinlari almashib ketar ekan. Ya'ni birinchi kiruvchi kalitimiz o'rinlari PC1 bilan almashib ketar ekan. Keyingi qismimizda almashtirish amalga oshirilgandan so'ng hosil bo'lgan kalitimizni teng ikki qismga bo'lib olamiz. Bu yerda bir narsani aytish yodimdan ko'taribdi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz 8 ga karrali sonlar yo'q. Ya'ni 8 ga karrali 8, 16, 24 va hokazo sonlar yo'q. Demak, o'z-o'zidan mana shu joyda o'zida 8 ga karrali bo'lgan o'rnida turgan bitlar tashlab yuborilar ekan va shuning hisobiga 64 bitdan 56 bitga aylanib qoladi. Ya'ni 8-o'rindagisi ishlatilmaydi umuman bu yerda, 16-o'rindagisi hokazo ketma-ket ishlatilmagani hisobiga kiruvchi 64 bitli kalitimiz 56 bitga aylanib qoladi. Endi 56 bitli kalitimizni teng 2 ga bo'lib olamiz. Bu 28 bit 28 bitdan bo'ladi va 28 bitli kalitimizni mana bu siljish soni degan jadvalimiz bor. Bu siljish soni jadvalimizda har bir raund ko'rsatilgan, ya'ni 16 raund bo'lar ekan bu shifrlashimiz. Birinchi raundda bitta siljitamiz, ikkinchi raundda ikkita, uchinchi raundda 3 ta, hokazo mana shu ko'rsatilgan tartib bo'yicha siljitishni amalga oshiramiz. Xo'p, siljitish qanday amalga oshadi? Demak, mana shu ikki qismga bo'lib olganimizdan so'ng eng oxirgida turgan bitini boshiga olib kelib qo'yamiz. Ya'ni bu degani 10 ga 1 bit siljitish deyiladi. Oxirgi turgan bitini 10 ga o'ng tarafga kechirasizlar, chapga ekan. Boshidan turgan 1 bitni oxiriga olib kelib qo'yamiz va bu so'zdan chapga 1 bit siljish bo'ladi. Ikkinchi qismini ham xuddi shunday. Mana bu turgan 0 ni oxiriga qo'yamiz va hosil bo'ladi S1 D1. Xuddi shunaqa bu birinchi raund uchun ishlatiladi. Bu S1 D1 qismimiz birlashtirib keyingi bosqichga o'tkaziladi. Agar biz keyingi raundlar uchun ham tayyorlab olamiz desak, ikkinchi raund uchun ham mana shu S1 D1 ni yana 1 bit chapga siljitadigan bo'lsak, mana boshdagi 1 bitni oxiriga olib qo'yadigan bo'lsak, S2 D2 hosil bo'ladi. 3-raund uchun ham 4-raund va hokazo hamma raundlar uchun mana shunday dastlabki qismini tayyorlab olishimiz mumkin. Keyingi raundlarda bajariladigan ketma-ketliklar bajarilib ketaveradi. Xo'p, demak S1 D1 ni hosil qilib olganimizdan so'ng mana shu S1 D1 ni birlashtiramiz ketma-ketlikda va PC2 jadvaliga qo'yamiz. PC2 jadvalimiz ham PC1 kabi o'sha mana shu yerda turgan 56 bitli kalitimizni aralashtirish uchun xizmat qiladi, lekin e'tibor bersangiz bu yerda PC2 jadvalda 56 ta emas, bu yerda qiymatlarimiz biroz kamroq. Mana sanab ko'rasiz, 48 ta bo'ladi. 1 2 3 4 5 6, ya'ni satr ustunlarimiz 6 ta, satrlarimiz esa 8 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ga 6, 8 ga 6 48, ya'ni 48 ta bu yerda o'sha raqamlar turibdi va shu raqamlarga qarab mos o'rinda turgan kalitimizning bitlarini qo'yamiz. Sanab boramiz boshidan 1 dan boshlab 14 gacha borsa 14-chi
o'rnida turgan bitni olib kelib qo'yamiz. Keyingisi 17-chi, 11-chi, 24-chi, 1-chi, 5-chi va hokazo. Ketma-ketlikda qo'yib, mana shu yerdan 56 bitli kalitimizdan 48 bitli qolar ekan. Va shu bilan bizning K1 kalitimiz hosil bo'ladi. K2 kalitini hosil qilish uchun mana C2 D2 dan foydalanamiz. C2 D2 ni birlashtirib, xuddi shu PC2 jadvalga qo'yib K2 kalitimizni hosil qilamiz. K1, K2 va hokazo K16 ta kalit bo'ladi. Bu o'sha mana bu yerda har bir raund uchun ishlatiladi. K1imiz birinchi raund uchun, K2imiz ikkinchi, K3imiz uchinchi va hokazo raundlar uchun ishlatilar ekan. Mana shunday qilib kalitlarni ketma-ketlikda tayyorlab olar ekanmiz. Endi shifrlash bosqichi. Shifrlash bosqichimiz ham umumiy o'sha kiruvchi ma'lumotimizni 64 bitlarga ketma-ket bo'lib chiqamiz, bloklarga ajratib chiqamiz va har bir blokning 64 bitini alohida shifrlashni amalga oshirib, oxirida esa o'sha shifrlash rejimlariga qarab uni yig'ib chiqar ekanmiz. Xo'p, demak, 64 bitli ma'lumotimizni qismini oldik va uni IP jadvali yordamida yana o'sha o'rinlarni almashtirishni amalga oshiramiz. Demak, mana shu turgan sonimiz matn ma'lumotimiz hisoblaylik. 64 bitli ma'lumot deb hisoblasak, bu farqi yo'q. U matn bo'ladimi, fayl bo'ladimi, qanaqa formatda bo'lishidan qat'iy nazar baribir xotirada bitlar ko'rinishida saqlanadi ma'lumotlarimiz. Shuning uchun har qanday ma'lumotni shifrlash mumkin. Uni faqat bitlarga o'tkazib olib shifrlar ekanmiz. Demak, 64 bitli qismini, birinchi qismini oldik deylik. O'shani sanab bordik boshidan 58-chi turgan o'rindagisini birinchi o'ringa qo'yar ekanmiz. 50-chi o'rinda turgan sanab borsak, 50-chi o'rinda turganligi ikkinchi o'ringa qo'yamiz va hokazo shu tartib bilan demak o'z-o'zidan kiruvchi ma'lumotimiz o'sha chalkashtirib yuborilar ekan. Mana shu yerda turgan jadval yordamida chalkashtirib yuborilar ekan. Chalkashtirganimizdan so'ng E-bit selection degan keyingi jadvalimiz bor. O'sha E-bit selection jadvalimizga ustida amalga oshiramiz. Ya'ni o'sha chalkashtirib bo'lgan 64 bitli ma'lumotimizni teng ikki qismga bo'lib olamiz. Ya'ni birinchi qismi left, ya'ni chap qismidagi 32 bitli ma'lumotimizni hozircha qaytashlamay turamiz. Faqat o'ng tarafdagi 32 bitli, ya'ni teng yarimdan o'ng tarafda turgan bitimizni right qismini E-bit selection jadvaliga tashlab chiqamiz. Right qismimiz demak 32 bitli ma'lumotimiz E-bit selection jadvalimizni hisoblasak bu yerda 48 ta nima bor, qiymatlar bor, raqamlar bor. Ya'ni bu degani, masalan, tasavvur qilsangiz, mana yerda ikkinchi ustunning birinchi elementi bir raqam turibdi va oxirgi ustunning eng oxirgi da ham bir raqam turibdi. Demak, bizda R0 qiymatimizdagi birinchi biti 2 marta qo'yiladi va xuddi shunday va ayrim o'sha bitlarimiz takroran qo'yilishi hisobiga 32 bitdan 48 bitga aylanar ekan. Xo'p, E-bit selectionga jadvaliga R0 qiymatlarimizni qo'yib chiqqanimizdan so'ng bu 32 bitdan 48 bitga aylanib qoladi. Sababini aytdim, ya'ni ba'zi bir bitlarimiz 2 martadan takror qo'yib chiqilar ekan. Xo'p, E-bit selectiondan chiqqan qismida endi avvalda tayyorlab olingan biz 48 bitli K1 kalitimiz bor edi. O'sha K1 kalit bilan E-bit selectiondan chiqqan qiymat ikkalasi ham 48 bitdan bularni xor amallari bilan birlashtiramiz. Xor amali bizga informatikadan ma'lum. Bir xil bo'lganda qiymatlar 0 bo'ladi. 1 ga 1 ni qo'shsangiz 0, 0 ga 0 ni qo'shsangiz 0, har xil bo'lganda 1 bo'ladi. Endi o'sha 48 bitni 6 bitdan qismlarga bo'lib olamiz. Birinchi 6 bitini bizda substation jadvallari bor, S-box deymiz uni. O'sha S-box jadvallarimizga olib kiramiz. Mana pastda bor, mana yerda S1 ga B1 qismi, ya'ni birinchi bo'lakka kiryapti. S2 degan S-box jadvalimizga B2 qismi kiradi va hokazo 48 ni 6 ga bo'lsak 8 ta qismi 8 ta S-boxlarga kiradi. Xo'p, u qanday bajariladi? Mana S-boxlarimiz mana bu yerda turibdi. Demak, S-boxlarimizda 16 ta ustun va 4 ta satrdan iborat. Xo'p, endi 8 ta S-boximiz bu yerda bor. Mana xo'p, kiritish qanday amalga oshiriladi? Mana masalan tasavvur qiling, B1 qismida 6 bitli ma'lumotimiz eng chekkadagi ikkita qismini olamiz, uni 10 ga aylantiramiz va satrlarda o'sha qiymatini olamiz. Ya'ni ikkita nolimiz 10 da ham 0 ga teng, ya'ni satrdan 0-indeksda oldik. Endi 4 bit o'rtadagi qiymatimizni 10 ga o'tkazsak 12 hosil bo'lar ekan.
12 ni ustundan oldik. Demak, satr va ustun kesishgan joyi 0,5. 0,5 ga almashtirish amalga oshiramiz. Endi substationda almashtirish amalga oshirilar ekan. Xuddi shunday qilib, mana bu yerda turgan ham 6 bit ma'lumotlarimiz kirib 4 bitga aylanib qaytib chiqyapti. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, Xbox'lardagi jadvallarimiz hammasi 4 bitdan iborat ekan. Ya'ni bu raqamlar 10 likda turgan raqamlarimizni qaytib 2 likka o'tkazsa yana 4 bit hosil bo'ladi. Xo'p, endi 4 bitdan hosil qilib olganimizdan so'ng mana kiruvchi ma'lumotimiz bu yerda 10 likdan kirib 0,5 imizni yana 0,1 ga aylantirib hisoblab oldik. Xo'p, endi chiqqan natijani, ya'ni bu yerda o'sha Xbox'lardan chiqqan natijalarni yana birlashtirib olamiz. Birlashtirganimizdan so'ng pi jadvalimiz bor. Pi jadvalimiz yordamida yana aralashtirishni amalga oshiramiz. 16-chi turgan o'rindagisini olib kelib sanab chiqib yana 16-chi o'rindagisini qo'yamiz, 7 ni qo'yamiz, hokazo. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda o'sha Xbox'lardan chiqqan natija 48 bitdan 32 bitga aylanib qoladi, chunki kirgan 6 bit qiymatimiz 4 bitga aylanib chiqish hisobiga 8 tasidan 2 bitdan kamaysa 16 bit qiymat kamayib 32 bit chiqadi va bu yerda p jadvalimiz ham e'tibor bersangiz bu yerda 32 ta raqam bor bu yerda va o'sha 32 ta raqamni ketma-ketligida mana shu yerda joylashtirib chiqilar ekan. Mana demak, qarab tursangiz hamma raqamlar bir martadan bu yerda ishtirok etgan ekan. Xuddi shu bilan p jadvalimizda p jadvalimiz orqali almashtirib chiqishni amalga oshirganimizdan so'ng bu joyda birinchi raund tugaydi. Ikkinchi raundga o'tish uchun endi bizga biz hozirgi raundda R0 va L0 lar bilan ishladik. Mana bu yerda. Xo'p. Shifrlashimizda L0 va R0 bilan ishladik. Endi bizga R1 va L1 kerak. Xo'p, demak, L1imiz boshlang'ich R0imizni L1 deb olamiz. Mana bu yerda hozir Faisal tarmog'ida ham xuddi shunday. Mana R0imiz kelyapti bu yerda va bu L1 ga aylanyapti. Demak, R0imizni ustida qayta ishlab amalga oshirib, biza bu yerdan chiqish natijalarini bajarganimizdan so'ng R1 ni qanday hosil qilamiz? Mana oxirida ko'rsataman. Bu yerda R1imiz esa xo'p. R1imiz o'sha chap tomonda hali hech qanday ishlatganimiz yo'q L0imiz. L0imizga xor amali bilan P jadvalimizda, mana bundan oldingi P jadvalimizdan chiqqan qiymatni F deb belgilab oldik. Mana shu F ga xor amali bilan qo'shamiz. Qavs ichidagi R0 K1larga e'tibor bermaysiz, chunki K1 va R0 lar xor amal bilan qo'shilgan edi bundan oldin. Shuning uchun formula shunaqa ko'rinishda yozilgan mana. Mana shu joyda K1 bilan EBIT selection chiqqan qiymatlar xor amal bilan qo'shilgani uchun bu yerda qavs ichida K1 va R0 ustida qayta ishlanganligini, F funksiya ishlanganligini ko'rsatib qo'yilgan formula ko'rinishda. Demak, oxirgi P jadvaldan chiqqan almashtirishdan so'ng chiqqan natijaga xor amali bilan L0 ni qo'shamiz va R1 hosil bo'ladi. L1 ni hosil qilish esa R0 avvalgi R0imiz L1 bo'lib ishtirok etar ekan. Xuddi shunda yana qaytadan ikkinchi raundga kirib keladi ma'lumotlarimiz. Ikkinchi raundda esa shifrlash yana qaytadan boshlanadi. Mana shu joyga mana shu EBIT selectiondan boshlanib ketadi keyingi qismi. EBIT selectiondan bu yerga R0 o'rniga R1 kirib keladi. R1 dan chiqqan natija kalitban xor amali bilan qo'shiladi va Xbox'lardan almashtirishlar bajariladi. Almashtirishlardan so'ng P jadvalga qo'yiladi, yana 32 bit qiymat hosil bo'ladi va keyingi R2 hosil qilinadi. Xuddi shunday jarayon 16 marta siklik davom etadi va oxirida hosil bo'lgan qiymatlarimizni L0 va L1 qiymatlarimiz R16 va L16 qiymatlarimiz 16-raunddan chiqqan qiymatlarimizni ikkalasini ketma-ketlikda birlashtiramiz va birlashtirganimizdan so'ng IP jadval bo'yicha almashtirganimizdan so'ng demak bu shifrlash hosil bo'ladi. E'tibor berish kerak, IP-1 deb qo'yilgan. IP-1 degani left qismi chap tarafda edi, shuni joyini almashtiramiz. Ya'ni left o'rniga right qismi, ya'ni o'ng tomonni birinchi qo'yib, davomidan
chap tarafini qo'yganimiz uchun bu IP-1 jadvali bo'yicha almashtirishdan so'ng hosil bo'ladi deb qo'yilgan bu yerda. IP-1 jadvalimiz bor. Shu IP-1 jadvali yordamida almashtirishdan keyin natija hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda faqat e'tibor berish kerak. R oldin qo'yiladi, keyin L qo'yiladi va birlashtirgandan so'ng bu yerda 32 bitdan 48 bit ma'lumot hosil bo'ladi va 32 bitdan 64 bit ma'lumot hosil bo'ladi. 64 bitli ma'lumotni IP-1 degan jadvalga qo'yib chiqib yana bir marta chalkashtirib olganimizdan so'ng oxirida bir marta ishlatiladi faqat bu va natija shifrlangan ma'lumot hosil bo'ladi. Demak, yana bir marta ko'rib videoni qaysi joyga tushunmasangiz qaytarib ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu shifrlash jarayonimiz shu ko'rinishda bo'lar ekan. Sog' bo'ling.